Shu hammaga aytib bo'lmaydi dadasi. Birinchi suvga aytib chiqdingizmi? Aytdim, ularni qildim. Undan tashqari ishxonada ham shunaqa deyishyapti-da. Nima bo'ldi? Senga aytaman, faqat birovga aytib qo'ymaysanmi? Kimga aytaman dadasi? Qara, oramizda qoladi, senga aytaman. Ha, voy bo'ldi, menga ishonsangiz bo'ladi. Bo'pti. Aytmayman. Sen aytib qo'yasan, qo'ygan. Voy bo'ldi, keling endi boshlab qo'ydingiz-ku. Nima bo'ldi? Hech kim bilmasin. Aytib qo'yasan-da. Kimga aytaman dadasi? Kimga? Baqirma, o'chir ovozingni, baqirma. Ishonmasangiz aytmang, bo'pti, boring. Aytmayman. Bo'pti. Ayta qoling endi dadasi. Uyqudan uyg'otib oldingiz. Lan eshitging keladigan bo'lsa, men asabimga o'ynamagin. O'tirib aytasizmi, turaymi? Yo'q, o'tiraversan, yaxshilab joylashib ol, men gapimni ochib ko'tara olmasligimdan. Bilmasam yomonmi tushingiz shunda? Yomon emas, no. Qo'rqinchli-da. Nima bo'ldi? Menimcha inoplanidalar kelyapti. Qayerga? Biznikiga. Shu ham tushmi dadasi? Nima ekan mana? O'zi O'zbekistonga kelyapti ekan. Hech kimga aytmagin, hozir birov eshitsa jinni bo'lib qopti bular deydi. Ha, ishxonada eshitdingizmi? Ha, ishxonada eshitdim, bu fakt ekan, fakt ekan. O'ylaganingizga tushingizga kirgan u sizni. Shunaqa bo'lsa kerak, endi hammaga ham aytib yurmang bu gapni. Ko'rganlar bizni ham mana tog'aga o'xshab tomib ketib qopti bular deydi. Qachon kelayotgan ekan? Unisini bilmadim. Qayerdan? Qachon keladi, qaydan keladi, qanday keladi, qay ahvolda keladi bilmayman. Lekin kelyapti, tayyorgarlik ko'rish kerak. Yo'q.